Odam, bunchalar jumboqli olamsan. Yo'l uzoq, yo'l azob, yo'l sinoat, maqsad aniq, ammo manzil yiroq. O'tkinchi dunyoda ko'ngilning istaklariga mast bo'libman. Ana endi buning mukofotlarini ko'rib turibman-ku. Darveshning sadosi keldi. Hamon qarshimdan paydo bo'lmoqda. Nechundir odam haqida o'ylayotganimni bildi-da, she'r o'qidi. Ozga qilmas qanoat, ko'piga to'ymas odam. Har kuni noz ne'mat ichra shukrini aytmas odam. Tansihatlik qadrini-yu tinchlikda o'tgan bir daman, bu saodatmand hayotin qadriga yetmas odam. Omad va davlat so'rar, Alloh taolodan mudom, bersa davlat birla baxtin, to'yganing bilmas odam. O'ziga qo'ygay bino, hech kimsani qilmas pisand, bu sinov dunyo erur kim, aqliga kelmas odam. Na qarindosh, na qadrdon, holidan hol so'rmagay. Oqibat birla vafoni, qimmatin bilmas odam. Ota-ona ruhini shod aylamakning o'rniga o'ylagay ishrat zinosin xotira qilmas odam. Qo'l oyog'idan kuch ketib, keksayib qolganda ham qo'ymagay sajdaga boshin, tavbani bilmas odam. Din diyonat oqibatdan ma'rifat qilsa fozil, insas qotgay o'shaldam, e'tibor qilmas odam. Paydo bo'lishi-yu yo'q bo'lib qolishiga hayron qolayotgan emasdim. Yana yolg'iz o'zim sahroda. Osmon falakka yuzlandim, lekin osmon falakni topa olmasdim. Osmon falakka yuqoriga tik qaragancha uzoq o'ylandim. So'ng yana yo'limda davom etish uchun yo'limga qaragandim. Ammo lekin yo'l yo'q edi. Sahro ham yo'q edi. Men qo'rqinchli qabristonda edim. Qabristonda yolg'iz o'zim kezar ekanman. Hamma yoq zimzimiston, jimjitlik, sokinlik hukmron edi. Ichimdan qandaydir bir kuch qabrga tushishimga majbur qildi va bir qabrni kavladim. Qabrni ochib ko'rdim. Qarasam, mayitning yuzi qiblaga teskari bo'lib qolibdi. Undan qo'rqib, endi chiqmoqchi bo'lib turgan edim. Shu payt qabrda kimningdir ovozi keldi. Mayitning yuzi qiblaga teskari bo'lib qolganini so'ramaysanmi degan savolni berdi. Men nima uchun teskari bo'lib qolgan deb so'radim. Shunda u shunday javob berdi: chunki u namozga bee'tibor edi. Unga o'xshaganlarning jazosi shu. So'ng boshqa bir qabrni kavladim. Qarasam, mayit to'ng'izga aylanib, bo'ynidan kishanlangan, zanjirband qilingan ekan. Undan qo'rqib, endi chiqmoqchi bo'lib turgan edim. Kimdir uning qanday amal qilganini, nima uchun azoblanayotganini so'ramaysanmi dedi. Men qo'rqib ketayotgan edim. Bu azobli edi, bu dahshat edi. Men ana shu savolni berdim. Nima uchun deb so'ragan edim. U tirikligida mast qiluvchi ichimliklarni ichar edi va tavba qilmay vafot etgan dedi. Keyin boshqa qabrni kavladim.
Qarasam mayt olov qayish bilan yerga bog'langan va tili gardanidan chiqib turgan ekan. Undan qo'rqib, endi chiqmoqchi bo'lib turgan edim, uning nima uchun bu ahvolga tushganini so'ramaysanmi degan o'sha nido keldi. Men undan uning nima uchun bu ahvolga tushganini so'radim. U aytdiki, u odamlar orasida gap tashib chaqimchilik qilib yurar edi. Unga o'xshaganlarning jazosi shu. So'ng yana bir qabrni kavladim. Qarasam mayt olovda kuyayotgan ekan. Undan qo'rqib chiqib ketmoqchi edim, lekin o'sha ovoz yana. Uning nima uchun bu ahvolga tushganini so'ramaysanmi dedi. Nima uchun bu ahvolga tushdi deb so'radim. U aytdiki, u namozni tark qilgan edi dedi. Keyin yana bir qabrni kavladim. Qarasam, qabr ko'z ilg'aydigan joygacha kengaygan. Ko'zni qamashtiradigan darajada yorug'. Mayt esa go'zal liboslarda, nurli so'rida uxlab yotar edi. Uning haybati bosib, qabrdan chiqmoqchi bo'ldim. Shunda o'sha sado uning nima uchun bu qadar izzat ikromga sazovor bo'lganini so'ramaysanmi dedi. Men so'radim. Shunda u itoatli yigit bo'lib, Alloh azza va jallaga itoat va ibodatda ulg'aygan edi dedi. Mening qalblarim hamon titramoqda edi. Shoshgancha qabrdan chiqdim u ana shu yo'qotgan yo'limni izlab ketdim. Topa olmasdim. Qabristonda u tomon bordim, bu tomon bordim, lekin yo'limni topa olmasdim. Qiynalib ketdim. Ko'zlarimda beixtiyor yosh qalqidi. Yig'ladim. Qattiq yig'ladim. Osmon va falakka qaradim. Noilojlikdan yana osmon va falakdan ko'zimni uzdim. Qarasam qabriston yo'q edi. Men o'sha sahroda yolg'iz o'zim o'sha yo'lda edim. Yana yo'limda davom etmoqdaman. Ha, yo'limda. Odam o'ylar yo'lini, Alloh tutar qo'lini. Yaxshilikka chog'lasin har kim avval ko'nglini. Ko'zlardan to'kib yoshlar bu ko'ngil bizni turli kuylarga boshlar. Duo qilaylik, baxtlar ketmasin. Duo qilaylik, omad ketmasin bizlardan. Duo qilaylik, fayzlar ketmasin. Duo qilaylik, iymon ketmasin bizlardan. Fayzu barokatlar bersin, insof oqibatlar bersin, iymon ijobatlar bersin. Allohru hifzu himoyatlar bersin, ajru hidoyatlar bersin, lutfu inoyatlar bersin. Yaxshi nomanga har banda jonimiz mehmon tanda. Haq qadriga yetmasak hayot yolg'on o'shanda. Kimdir sahroda yurar, kimdir gulzorda. Har kim taqdirdan ko'rar. Duo qilaylik, baxtlar etmasin. Duo qilaylik, omad ketmasin bizlardan. Duo qilaylik, fayzlar ketmasin. Duo qilaylik, iymon ketmasin bizlardan.